Men Marat turdim. Bugun biz qanday video olishimizni aytaymi? Bugun biz armiya videosini olamiz. Armiya. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun biz armiya videosini olamiz. U videoda esa biz qancha qismini aytsam, qancha qismigacha bo'lishini aytaymi? Unda 72 yo'q 100 ta qism bo'ladi. 100 ta qism. Nima bo'ldi? Mana 100 ta qism. 100 ta. Unda mayli, unda armiyani yig'ishni boshladik. Bugun bu birinchi qismi, ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, qanchata obuna deymi? 50 ta obuna qilsanglar, ikkinchi qismi chiqadi. Bitta videomda 266 ta odam ko'rgan, lekin unchalik ko'p obuna bo'lmagan. Yana 10 tasi obuna bo'lib, yarimtasi obuna bo'lmagan. Like esa 5 ta like, 5 odam like bosgan, boshqa odam like bosmagan. Shuning uchun like va obuna bosishni unutmang. Mana shu survival desam degan kreativdan mayli. Keyingi videomda, keyingi ikkinchi qismida aytasiz. Kommentar yozib qo'ying. Mana bunday narsalar bo'lgan. Nimagadir menga aslaha berilmagan. Mayli. Bugun bitta konkurs o'tkazamiz. Agar kimni kommentariyasi zo'r like ko'p bo'lsa, kommentariyadagi shunikini reklama qilib beramiz. Shuning uchun tezroq shoshilinglar. Keyin men keyingi ikkinchi qismida sizlarga ko'rsataman qaysi bir odamniki bo'lganini. Qani ko'ramiz. Eng ko'p like yig'lagan kimniki bo'lar ekan. Shuni reklama qilib beramiz. Unda biz daraxt chopamiz. 29 ta nimaga? 29 ta yig'dim. Mana. Nima bo'ldi? Ha, endi bildim. Hozircha nima bo'lyapti? 47 ta olsak bizga yetadi. Ko'proq stak bo'ladi. Aniq qilamanki 47 tasi yetadi. Yetmasa yana olamiz. Bittagina olaylik-da. Shuni 3 stak qilaylik. Mana 3 stak bo'ldi. Mana 3 stak bo'lgandan keyin ketamiz bu yoqqa. Nimagadir bu armiyani tuzamiz. Shunchalik ko'p qismini qilamanki, bu armiya juda ham katta bo'ladi. Keyingi videoda yozib qoldingmi? Keyingi videoda qanday ko'p video olay. Mana bunday qilsak-chi. Ana. To'g'ri, bu yoqqa tushib qo'yamiz va mana bunday
Mana men shunchalik ko'rdim, lekin mayli. Mana yana daraxt olish kerak. Daraxtni ko'p olish kerak. Mana. Men Telegram kanal ochmoqchi edim, lekin ochilmadi. Mayli, ochilsa o'zim Telegram kanalimni ko'rsataman. Yana shunday bo'lib qoldi. Bunda 1000 kun yashashimga to'g'ri keladi ekanda. Bugun endi 20 kun yashayman. Keyingi videoda o'zim qancha kun bo'lganini o'zim aytaman. Yoki kunsiz, mayli kunsiz. Shu videoni ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz 50 ta like yig'ib bersangiz, shu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Mana turdik. Mana nimagadir men o'rtab sinmoqchi. Mana shularni ekib qo'yishda o'sib chiqsa, keyin yana chopaveramiz. Biz tabiatni asrash kerak axir. Mana mana 48 ta bo'lib ketdi. Mayli 64 ta qilamiz. Ana o'shadan esingizdan chiqib ketmadimi? Agar kimni kommentariyada like ko'p bo'lsa, o'shaning kanalida reklama qilib beraman. 4 ta qilaylikda. 5 ta bo'lib ketdi. Mayli 8 ta qilaylik. 7 ta 8 ta. Bu yerni 72 ta taxta var. Bularga wow, 4 stak bo'lib ketdi. 5 stak salga. Mana 32 ta yana 8 ta yig'ganimda, mayli yana 8 ta yig'aylik. 5 staklar. Nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi? Nimadir urdi hozir. Nima urdi? Mayli. To'g'rilar bu qancha taxta? 4 ta. Yana 4 ta yig'ishimiz kerak. Hozir nima bo'lganini tushundingizmi? Mana 5 ta stak. Bu yerda daraxt bor. Mana shuni ham ekib ekamiz.
Mana birinchi pastlarini qilib olaydi. Mana bu yerlarni qilamiz. Mana bu yerlarni qilmasak bo'lmaydi. Qishloqlar jinlarga mayli. Mana. Mana shu yerni ochmoqchi edim. Mayli. Mana bu yoqni yopaylik. Mana juda ham zo'r qilindi. Va nihoyat men bu yerlarni ko'rib bo'ldim. Bu videoni ko'rganlarga katta rahmat va xayr, obuna va like bosishni unutmang.